bu videoyimdan keyin Yandex точно meni bloklab yuborsa kerak. Bu videoni aynan Yandex klientlariga bag'ishlab chiqaryapman. Hurmatli mijozlar, iltimos, mashina chaqirgan paytingizda sizlarga haydovchini rasmi ko'rinayotgan bo'lsa, demak, sizlarni ham rasmiylar haydovchiga ko'rinyapti degani emas. Haydovchilar bilmaydi kimning yoniga kelayotganini. Haydovchilar faqat o'sha belgilangan точкаga keladi, bo'ldi. Nimaga unaqa deyapman? Yaqinda zakaz tushdi, borsam, xullas ko'p odam turibman. Keyin bitta qiz yugurib kelib chemodan bilan "Men naryoqda turibman-ku, ko'rmadingizmi?" deydi. Men aytdim, "Hurmatli mijoz dedim, menda sizni ko'rsatmaydi qayerda turganligingizni. Aynan qaysi birligingizni. Men belgilangan nuqtaga kelaman, bo'ldi. Sen g'alati ekan-ku sizlarda" deb jahl bilan o'tirib ketyapti. Bu degani 100% xullas bilganini qiladi, reytingni tushiradimi, boshqa qiladimi? Xullas shunaqa gaplar. O'shanga iltimos, hurmatli mijozlar, mashinani ko'rdinglarmi? Nomerini ko'rdinglarmi? O'zingizlar kelgili kelmasa ham qo'linglarni ko'tarib qo'yinglar. Sizlarliginglarni bilsin haydovchilar. Shunaqa gap. Kuninglar yaxshi o'tsa, zajigayam.